Assalomu alaykum, Berniy xalqim, Berniy texnika obunachilari. 30-dekabr mana yangilar oldi. Yangiliklardan sizlarga bo'lishing deyotganim. Toza asfalt to'shab keltirman o'zimizning Berniy ko'cha, mana Sitkamol Povrot, ana yana avtobozorga boradigan yo'limiz. Cho't ketib, qalinliklarda zakonniy mana. Tep-tek setib ishlab keltirman firma. Ularga da rahmat. Yangi yil oldi. Xalqimizga zo'r etib yo'llar ishlab beryaptilar. Cho't ketib. Yam Sitkamol Povrot. Berniyda o'zgarishlar kuchli, Xudoga shukr. Rivojlanish degan bomba. Hamma yerda toza stroykalar, toza yo'llar, hamma narsa qurilyapti. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat etaverasizlar. Garячий asfaltida oldirib berilamiz, to'shab ham berilamiz. Tanishlar bor. Texnika yag'indan yordam kerak bo'lsa aytaverasizlar. Mana garячий asfalt. Mana ish jarayonini ko'rishingiz mumkin. Berniy xalqim. Mana shunda uqon katta mashina akiladi. Yog'i mana uqlab deydi-ku, asfalt uqlab ketadigan mashina ekan shu. O'zi to'shab qaparaveradi. İşine gap yo'q, zakonni tep-tek so'qyadir buni. Suv so'yib, katoklarni bosib, hamma yangi yillarda yaxshi kutmoq nasib etgan Xudoyim. 2026 hammaning 2025 da ushalmoq orzularini ushalaversin. Hammani bayramlari bilan.